Har doim o'zlariga eng yaxshisini ravo ko'radigan va mendan hujjatlar so'ragan paytda ham andisha bilan so'raydigan klientlarim. Menda hammasi dokumentalni, Xudoga shukr, O'zbekiston Respublikasi qonun-qoidalariga rioya qilgan holda men ishlayman va har doim toza asallarni sotamiz. Asallar o'z pasikamizdan bo'lib, asal va asal ari mahsulotlaridan iboratdir. Xohlagan kolичествоda zakaz berishlar mumkin va har doim sizlar uchun shunaqa ekzemplyar qo'shib jo'natamiz. Keyingi paytda qaysi biri yoqadigan bo'lsa, o'shandan bemalol zakaz berishlar mumkin bo'ladi inshaalloh. Bu o'rinda bir narsani ta'kidlamoqchi edim. Ko'pchilik onajonlarimiz bolajonlariga qovoq urug'ida adashyapti. Bizani местный qovoq urug'lari shunaqa oqish rangda keladi. Zeleniga qiziqmay qo'ya qoling. Ular Xitoydan kelayotgan, bilmayman, u nima narsaligini men nima qilmadim, потому что unda unish yo'q. Ya'ni GMO'da undan ko'ra o'zimizdan местныйlardan foydalaninglar. Xohlasanglar shunaqa pilsalarimiz bor, kurkumali asallarimiz bor, shamollashlarga, ham ozishga yaxshi. Pilsa smyodim, kunjut smyodim bolajonlar uchun, chiya suyaklarga, timin smyodim bilan hammasi o'lim va qarishdan boshqa hammasiga davo degan shalfey ayollar uchun, organizm uchun juda ham yaxshi asallarimiz. Yana bir bor takrorlayman. Yana o'zga asallarimiz ham biz sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Yana bir bor onajonaga taklif qilaman va ta'kidlayman. Именно qovoq urug'idan adashmanglar. Qovoq urug'iga chesnok aralashtirib bolajonlarga bersanglar, inshaalloh gechchalardan xalos bo'ladi. Yana bir bor takrorlayman, unutmang, siz eng yaxshisiga munosibsiz. Yaxshiliklarni ko'rishguncha azizlar.